Xo'p, DNS nima? DNS bu domain name system, ya'ni o'sha domenni IP manziliga o'girish deb tushunsak bo'ladi. Masalan, biz boya LinkedIn deb so'rov berdik. Mana shu yerda LinkedIn deb so'rov yuborishimiz bu domen hisoblanadi. Mana shu domenni hozir biz enter bosib so'rov request serverga jo'natganimizda LinkedIn serverga LinkedIn bo'lib emas, mana bunday IP manzil bo'lib ketadi. Yana itakdali. Ya'ni IP manzil bu unikalniy hisoblanadi. IP manzil unikalniy degani bu o'xshashi yo'q. Ya'ni dunyo bo'yicha masalan 127 o'zimizni proyektda portini ochib yubordi. 127.0001.8000 bu odatiy lokalniy port. Mana shu masalan LinkedIn deb qidirsak hozir, LinkedIn zapros ketdi, request ketdi. Buni tagida ajib jisonlar bo'ladi. IP manzil bo'ladi. IP manzil bu unikalniy hisoblanadi. Masalan, uyimizdagi biror bir Wi-Fi routerini oladigan bo'lsak, Wi-Fi routeri tarmoqdan kelayotgan setga ulanadi. Routerning masalan IP manzili bo'ladi unikalniy. O'zimiz o'ylaylik, bitta mahallada 300 ta xonadon bo'lsa, har bittasida bittadan Wi-Fi bo'lsa, har bitta Wi-Figa har bir odam o'zinikiga to'lov qilish uchun alohida ajratib olish kerak, routerlarni farqlanish kerak. Ana shu joyda IP manzil rol o'ynaydi. Ya'ni IP manzil, masalan siz o'zingizni Wi-Fi'ngizga pul to'ladingiz, to'lagan masalan user raqamiga, o'zini shaxsiy raqamiga pul to'laydi. Ana shu to'langanda qaysi router ishlashi kerakligi, masalan o'chib qolgan holatida qaysi routerga pul tashlanganligi, qaysi routerga to'lov bo'lib, qaysini hisobi qayta yoqilishi bu IP manzil orqali hal qilinadi. IP manzillar unikalniy hisoblanadi. Port xizmati HTTP 80, HTTPC 443. Hop, TCP, UDP haqida. TCP bu tartiblangan ma'lumotlari ketma-ketlikda berish. Ya'ni, masalan biz hozir kiramiz YouTube deb, masalan bu yerda avtomatim YouTube'ga o'tamiz. Mana shu jarayonda men YouTube'ga masalan mana Azimjon aka Pulatovni videosini ochadigan bo'lsam, mana shu YouTube menga mana shu videoni uzatish jarayoni bu TCP orqali amalga oshadi. Ya'ni mening o'zimning portim bor, user portim bor. Ana shu user portimga TCP ulanadi. TCP ulanadi va 443 port orqali TCP ulanib serverga o'sha port orqali request jo'natadi. Ya'ni Azimjon Pulatov Google gacha yo'l IT startup qilish shu kabi mana bunday request jo'natadi. Bu requestdan kelgan requestni serverga jo'natib, undagi responsni olib kelish jarayonini o'rtada vositachi bu TCP hisoblanadi. Xo'p, UDP bor. UDPni qayerda ko'rishimiz mumkin? UDP bu masalan streamlar bor, Zoom bor yoki bo'lmasam live serverlar bor. Ana shularda UDP orqali amalga oshadi. Ya'ni UDP bu yana misol bo'ladigan bo'lsa, telefon aloqalari oddiy. Uzmobile, Ucell bor. Ana shu bir qurilmani ikkinchi qurilmaga live, ya'ni jonli bog'lab berib xizmat qiladigan tarmoq bu UDP orqali amalga oshadi. UDPning xususiyatlari bu doimiy tartiblanmagan, ya'ni har qanday holatda ham uzilib qolishi mumkin. Yoki masalan men bir inson bilan zoom qiladigan bo'lsam, mening salom degan so'zim ayni vaqtda unga yetib bormashi mumkin. Ya'ni 1 sekund kechikib yoki 2 sekund kechikib. Masalan salom deganimda, o'sha men masalan 1 2 deganimdan keyin unga